Homiladorlik paytida qachon UZI qilish kerak? Bugun sizlarga homiladorlikning qaysi haftalarida UZI tekshiruv kerakligini va nima uchun aynan shu haftalarda UZI tekshiruv majburligini tushuntirib aytib o'taman. Birinchi tekshiruv bu hayz muddati o'tgandan keyin agar sizda testda ikkita polosga chiqqan bo'lsa, unda homilani matkaga joylashganini tekshirish uchun UZI tekshiruviga boriladi. Bu 30 kundan oshgandan keyin agar sizda normalniy 30 kunlik hayz sikli bo'lsa, 30-35 kundan oshgandan keyin 35-kunidan boshlab UZIga tushishingiz mumkin. Bu o'sha aytib o'tganimdek, homilani matkaga tushganini yoki matkada emasligini aniqlash uchun eng birinchi tekshiruvlardan biri. Undan keyin 6-8 haftada bolani yurak urishini va eng muhimi, ota-onalar ko'p so'raydigan narsa, homilam bittami, ikkitami o'shani bilish uchun 6-8 haftada yana UZI qilinadi. Ikkinchi eng muhim tekshiruvlardan bittasi 12-13 haftalarda qilinadigan UZI tekshiruvi. Buni ko'pchilik skrining deb ataladi, chunki bunda bolani eng birinchi qo'pol nuqsonlari aniqlanadi. Masalan, boshi yo'qmi bolani, oyoq, qo'lchalari butunmi, simmetrikmi, bitta oyog'i, bitta qo'li kalta emasmi, Down belgilari bormi, turli xil xromosom genetik nuqsonlar bor yo'qligi aniqlanadi. Shuning uchun, hurmatli ota-onalar, mana shu 12-13 haftani befarq qoldirmasdan albatta UZI tekshiruvdan o'tkazishni unutmaslik kerak. Uchinchi UZI tekshiruvi 30 haftadan keyin 30-32 haftadan boshlab tekshiriladi. Bunda bolani umumiy holatini, rivojlanishini, o'sishi, qanaqa srogiga mos-emasligini bilib olishimiz mumkin. Suvlarini, platsenta joylashishini, o'pkani yetilish darajalarini, ichaklarning holatini bilishimiz mumkin. Qo'shimchasiga Doppler tekshiruvlari bu srokdan boshlab qilinadi. Bundan tashqari, agar homiladorlik paytida bel sohasida, qorin pastida og'riqlar bo'lsa, qon kelish, suv kelish kabi belgilar bo'lsa, shifokor ko'rsatmasi bilan albatta UZI tekshiruvdan o'tish kerak. Xulosa shuki, homiladorlik paytida o'zingiz va homilangiz sog'lig'iga befarq bo'lmang, albatta UZI tekshiruvlaridan o'tib turing. Keyingi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni ham unutmang.